Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun yana 22-fevral haftaning yakshanba kuni. Bugunga kelib qilayotgan ishlarimiz, xullas videoyimizda asosiy maqsadi qolipni qanday solinish jarayonini ko'rsatamiz. Xo'p, biz gullarimizni ekyapmiz. Bir chetdan shafronchalar. Bizni teplitsamizda termiz qilmaganman. Mana bunday duga qilib ustidan salafan yopib, teplichka qilib agrovolokna yopib qo'ydim bu yilga. Termiz qilmadim do'stlar. Petuniyachalarimiz. Mana shunday holatda petuniyalarimiz. Bunisida ham petuniya bor. Shunday do'stlar. Biz bu yog'iga ham to'ldiryapmiz stakanlarda. Endi kesida gullarni ekamiz. Hormanglar qizlar. Mana solinish jarayonini ko'rsataman hozir. Bunga asosan 8 lik stakanga moslashgan. Salafan paketli 8 lik stakan bo'lmaydi do'stlar. Hozir mashina bitta qator 10 mingta bo'lsa, deta 8 mingta sop tashlashdi hozircha. Bu degani soat 2 dan boshlab solish 2 gacha boshqa ish qilganmiz. Mana qanday solinadi. Mana lista. Kimga mana shunday qoliplar kerak bo'lsa, do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Nomerimni yozib ketaman. Oralari ochiq qolmaydi. Stakanlarimiz to'la chiqqan. Mana orasidan ham ko'rsatib o'taman. Juda bir ajoyib chiqqan qolipimiz. Zakaz berib qo'yinglar. Bir minutdan vaqt ketmaydi 108 tani solishga. Mana shunday tekizlab yuboriladi. Bizda chirindimiz yana ham loy. Agar begumizmi bir yumshoqroq, quruqroq turpoq bo'lganda, mana shu oralariga suvda oqib tushadi. Bizning turpog'imiz 60% nam. Shunday bo'lsa ham solaveramiz. Keyin suv quyganlaringda mana o'zi ozgina sal pasayadi. Listni olamiz. Qanday chiqishini ko'ringlar mana. Hop. Mana tayyor. 108 ta. O'zlaring chiqarib olaverasizlar. Videoni boshida ozgina u yoqda gullarni ko'rsatdim. Kelib, xullas 1 minut vaqt ketadi ekan. Shunaqa do'stlar, kimga kerak bo'lsa bu qolipimizdan yasab beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.